Demak, birinchisi menga shuni kattaroq qilib bering. Mana oddiysidan, eng oddiy tushunchalardan boshlaymiz. Birinchi masalamiz, ekranda yaqinroq qilib berasizmi? Demak, Ali Valini mehmonga chaqirib 10-podyezd 333-uyda turishini aytdi, deyapti. Ali Valini mehmonga chaqirgan, 10-podyezd 333-uyda turishini aytgan. Vali borgan, uyni tagiga boryapti-da, qarayapti, uy Ali o'zimiz tilda aytganda 9 etajga ekan, 9 etajli ekan. Savol, Alining uyi nechinchi etajda? Mana shu masalada men bu masalalarning hammasi ekspertizadan o'tgan. Ya'ni nima? Men sizgacha buni berib ko'raman o'quvchiga, boshqaga xulosalarimni olib bo'lib, keyin sizga beryapman. Juda ko'pchilik masalada kamchilik bor, yetarli emas ma'lumotlar deydi. Haqiqatan yetarli emasga o'xshab ko'rinadi. Mana 10-podyezd 333-uyda tursa, Vali borib uyning 9 qavatli ekanligini ko'rdi. Alining uyi nechanchi qavatda degan savol. Endi masalan, uyda bitta podyezdida, masalan, mana bu bitta podyezd bo'ladigan bo'lsa, bitta podyezdda 5 ta uy bo'lsa, boshqa etaj chiqadi. 6 ta uy bo'lsa, boshqa etaj chiqadi-ku. 4 ta uy bo'lsa, boshqa etaj chiqadi-ku degan gaplarni aytishdi menga. Keling, ana shu ma'lumotlar masalani yechishga yetarli ekanligini siz bilan birga hozir ko'rib chiqamiz. Qanday qilib? Demak, sal kattalashtirib berasiz. Xo'p, ketdik. Mana bu yerdan boshlaymiz. Bitta qavatda x ta uy bo'lsin deb faraz qilamiz. Mana qarang. Bitta podyezdda, mana bitta podyezdda, plashatkada x ta uy bo'lsin. U holda 10 ta podyezdda 90 x ta uy bo'ladi. Nima uchun? Uy 9 etajli, to'g'rimi? 9 etajli va 10 ta podyezd bo'lsa 10 ga ko'paytiramiz. Bitta qavatda x ta uy bo'lgandan keyin 9 ko'paytirib 10 ko'paytirib x 90x bo'ladi. Ana shu 90ximiz, 90x ta uyimiz 333 dan, Alining uyining nomeri 333 edi-yu. 90x ta uyimiz 10 ta podyezdagi to'liq uylar soni. Alining uyi 10-podyezdda. 10-podyezdda bo'lgandan keyin u mana shu 90x tadan kichkina nomer bo'ladi. 90ximiz 333 dan katta degan tengsizlikni yechamiz. Ximizning 3.7 dan katta ekanligi, katta yoki teng ekanligi kelib chiqadi. Masalan, eng oxirgi uy bo'lishi mumkin-ku, shuning uchun tenglikni ham oldimda. Demak, ximiz 1, 2, 3 degan nimalarni ko'rib chiqamiz. Bo'la olmaydi. Masalan, x 1 yoki 2 bo'lsa, 10 ta podyezdda ko'pi bilan 180 ta uy bo'ladi. Masalan, 2 ta uy bo'lsa, 90 ko'paytiruv x 180 ta uy bo'ladi-da, bu ziddiyat bo'lib qoladi. 10 ta podyezdda 180 ta uy bo'lsa, Alining uyining nomeri 333 bo'lishi mumkin emas-da. Agar x 5 bo'lsa, 1, 2, 3, mana 3 qolib ketibdi, 3 bo'lsa 270 bo'ladi. 3ni qo'ymabmiz mana. 3 ko'paytirilgan 90 bo'lsa, u ham 270 bo'ladi-da, 270. 270 ham baribir 333 ga yetmaydi. Demak, 1, 2, 3 bo'lmasligini mana shu yerdan shunchaki ko'rsatib qo'ydim, o'zi emas, tengsizlikni o'zi ham aytib turibdi. Endi 5 olamiz. Agar bitta podyezdda 5 ta uy bo'ladigan bo'lsa, 90 ni 5 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 450. 9 ta podyezdagini hisoblaymiz. Alini podyezdigacha 9 ta podyezdda 9 ta etaj, 9 ta podyezd, 81 ko'paytirilgan, har bir podyezdda 5 tadan bo'lsa 9 9 81 5 ga ko'paytirsak 405 ta uy bo'lib ketadi va 10-podyezdda 9 ta podyezdda 405 ta uy bo'lgandan keyin 10-podyezdning uylari 406-nomerdan boshlanishi kerak. Bu ham ziddiyat. Endi nima qoldi bizda? 5 bo'lmadi, 1 2 3 bo'lmadi. 3 dan katta teng degandan keyin 4 ni tekshirib ko'ramiz. 4 ni tekshirsak, haqiqatdan ham 9 ta podyezdda 9 kara 9 81, mana 81 ni 4 ga ko'paytirsak 324 ta uy bo'ladi 9 ta podyezdda. Aliniki 333 ku, 333 dan 324 ayirsak 9 ta uy qoladi. Demak, 10-podyezddan sanalgandagi 9-uy ekan. Har podyezdda 4 tadan-ku. Bitta 9-chi bo'lsa 1, 2, 3, 4 ta, keyingisida 4 ta, ikkinchi etajda, 3-etajdagi birinchi eshik ekanda mana. 4 ta, 4 ta 1. 3-etajdagi birinchi eshikda yashar ekan mana. 3-qavatda yashaydi. Mana shunday, demak, ma'lumotlarni tenglamalar orqali emas, ba'zan tengsizliklar orqali ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Bu eng oson masalalardan biri.